Warren Buffett va shunga o'xshagan katta biznesmenlar hamma biznesini bitta binoga yig'ib, mana shu binodan boshqarishadi. Akamiz ham mana shunaqa 4 ta 5 ta biznesni bitta joyga yig'aman deganlar uchun Toshkent shahrida 5 etajli shunaqa ofis proyektini qilib berdik. Bitta ko'rasizlarmi? Bu binoimiz 4000 kvadratdan iborat bo'lib, yo'nalishga keladigan bo'lsa, savremeniy zamonaviy yo'nalishda qilib berganmiz va panoramlik katta oynalar qilib berganmiz, quyosh va yorug'lik tushib turishligi uchun. Oxirgi qavatda esa 5-qavatida katta panoramli oynalar bilan yarmini terrasda qilib o'rganmiz, ochiq zona qilib, yarmini esa bemalol xodimlar bilan chiqib kuxnyada ovqatlanib, yeb ichib, mazza qilib dam olib o'tiradigan zonalarigacha qilib berganmiz. Shundoq liftdan ko'tarilganimizdan keyin bizani katta 100 kvadratli hol kutib oladi. Bu yerda xodimlar svobodni ishlashligi uchun amerikanskiy stilda qilib berganmiz. Sababi xotirjamlik, kenglik bo'lgandan keyin xodimlar ham mazza qilib ishlashadi va yonida divanli zonalarni ham qilib berganmiz. Charchagan paytligida dam olib o'tirishligi uchun. Bu holimizni orqasida xodimlar uchun ovqatlanib o'tiradigan zonalarni qilib berganmiz. Bu chap tomonda esa ikkitadan sanuzil qilib berganmiz, bemalol sharoit bo'lishligi uchun va uni pastroqida esa ikkita buxgalter uchun xona qilib berganmiz. O'ng tomonda ham yana hisob-kitob finansistlar uchun xona qilib berganmiz. Pastroqda esa katta konferensiya zalini qilib berganmiz. Konferensiya zalida odam to'lib ketadigan bo'lsa, o'ng tomoniga alohida kutish zalini ham qilib berganmiz va alohida fishkasi okamizning xonalari 60 kvadratdan iborat. O'zlariga qulay sharoit, переговорlar uchun va divanli zonalar bilan hammasini shakllantirib berganmiz. Undan tashqari, mana shu proyekt asosida okamizga korobka holatida olib, remont patrush hamma xizmatlari bilan qilib berganmiz. Niyat qilgan bo'lsangiz, bitta like bosib, obunani bosib qo'ysangiz bo'ladi. Undan tashqari Telegram kanalimizga ham o'tib olsangiz bo'ladi. Bu yerda juda ham ko'p planirovkalar bor. Balkim sizga ham manfaatli bo'lib qoladi.